Bo'lib o'tgan jarayonlardan hammamiz xabar topdik. Qaysi klinikada nima bo'ldi, qanday xatolar o'tgan, o'tmagan, buni aslini olganda men hali ham bilmayman, chunki jarayon bilan chuqurlashib qiziqmadim. Faqat hamma yoqdan kelgan yangiliklarni tingladim xolos. Aslini olganda bu yerda nima bo'lgan? Xabaringiz bormi? Avvalambor bu yoqda nima bo'lganini faqat o'sha yerda davolagan anesteziolog, vrach va shu xodimlar bilishi mumkin. Hozir menimcha уже tekshiruv komissiyasi tayinlangan. Bular tekshirib oxirigacha o'rgansa, ularga ayon bo'ladi va bu yoqda ekspertiza tekshiriladi. Sudmet ekspertizasi. Hamma ma'lumotlar yig'ilib, shundan keyin tahlil qilinganda ma'lumot bo'lishi mumkin. Biz bu yoqdan turib, u yoqda nima bo'lganini umuman bila olmaymiz. Vrach bo'lib turib, shu ishni 15 yildan beri qilib yurgan odam sifatida ham men ayta olmayman. Chunki odamlarimizga hozir yomon, balki qo'pol eshitilishi mumkin. Operatsionida o'lim holati 1000 xil ssenariyda amalga oshirishi mumkin bu yoqda. Tepada aytib o'tdim, bemorda aybi bilan, vrachda aybi bilan yoki umuman ikkalasiga bog'liq bo'lmagan holatlarda ham bo'lishi mumkin. Organizmni особенности. Misol uchun Nodir Abdullayevning o'zi aytdi, dorilarga allergik reaksiya bo'lgan bo'lishi mumkin deb aytishdi. Misol uchun men oddiy misol allergik reaksiyani aytaylik. Allergik reaksiyani hech kim oldindan bilmaydi. Uni bila olmaydi. И allergik reaksiya bu doza независимый.